Aholi o'rtasida kiberxavfsizlik madaniyatini oshirish, fuqarolarni turli onlayn firibgarliklar va noqonuniy axborot ta'siridan himoya qilish maqsadida Xorazm viloyatida profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasining axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi hamda qo'riqlash boshqarmasi hamkorligida aholini kiberjinoyatlardan ogohlantirishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida tashkil etilgan mobil targ'ibot guruhi tomonidan joylarda fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, kiberjinoyatlarning turlari, ulardan himoyalanish choralari hamda internet tarmog'idan xavfsiz foydalanish qoidalari bo'yicha amaliy tavsiyalar berilmoqda. Bugungi kunda internet tarmoqlari hayotimizning ajralmas qismiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi shundaki, ijtimoiy sohaning har bir yo'nalishlarida internetdan foydalanamiz. Bugungi kunda ko'plab tarqalayotgan kiberjinoyatlar esa ushbu internetdan foydalanish talablarini yoki vazifalarini birmuncha o'zgartiryapti. Ya'ni foydalanuvchilar internetdan foydalanish davomida aynan hakkerlar tomonidan kiberjinoyatlar sodir etilishi natijasida moddiy mablag'larni yo'qotishga olib kelmoqda. Aynan shu uchrashuvlar davomida fuqarolarimizga mazkur kiberjinoyatlarning turlari, kelib chiqish sabablari va ulardan himoyalanish talablari to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'tmoqdamiz. Soha xodimlari mazkur yo'nalishdagi ishlarni tizimli davom ettirish, fuqarolarning huquqiy ongini va kiberxavfsizlik bo'yicha bilimlarini oshirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Xususan, qo'riqlovda bo'lgan turli obyektlarda fuqarolar bilan kiberjinoyatlar profilaktikasiga oid suhbatlar tashkil etilmoqda. Bu kabi amaliy ishlar o'z navbatida kiberjinoyatlarni oldini olishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi.